Assalomu alaykum, hurmatli dehqonlar, fermerlar, hamshaharlar. Bizlar begona o'tlarga qarshi bug'doyni, arpani begona o'tlarga qarshi dorilar haqida tanishtirmoqchi edik sizlarga. Birinchi mahsulotimiz mana Penoxidin Gold. Tarkibi Kladinafol propargil, Kladinaksil. Bu demak, kuzgi bug'doyda begona o'tlariga, ya'ni yovvoyi suli, raygas, tariq, setariya, yovvoyi supurgi o'tlari qarshi bo'ladi. Analogi bu keng qo'llanilgan aksiyalda analogi hisoblanadi. Gektariga 200 grammdan 500 grammgacha yozilgan. Biz buni shu gektarga 500 grammdan bu degani 1 litrni 2 gektar joyga tavsiya qilyapmiz. Boshqa gerbitsidlar bilan qo'shib ishlatsa bo'ladi. Keyingi mahsulotimiz Gold Tarani mahsuloti. Buni tarkibi demak fluroxepir 40%lik. Bu bug'doydagi 1 yillik va ba'zi ko'p yillik ikki pallali begona o'tlarga bo'ladi. Ya'ni chakamiq, yopishqoq qumri o't, chumchuqlar, ya'ni gandumak o'ti, xalq tili bilan aytganda karabudaq va dala o'ti, har xil shunaqa o'tlarga bo'ladi, ikki pallali o'tlarga. Gektariga 300-500 gramm yozilgan. Buni ham bizlar 2 gektar joyga tavsiya qilyapmiz. Samarasi yaxshi bo'lyapti. O'shanda tavsiya qilib dehqonlarga berganimizda samarasi yaxshi bo'lyapti. Keyingi mahsulotimiz Eastar Gold. Bu kuzgi bug'doydagi, kuzgi bahorgi bug'doydagi 1 yillik boshoqli begona o'tlarga. Mana yovvoyi suli, tulki dumlaydi. Bundan tashqari o'shanaqa boshoqli begona o'tlarga, kis deydi, shularga yaxshi ta'sir qiladi. Bu gektarga 200 gramm bo'lgandan keyin 1 litr 5 gektar joyga bo'ladi. Buni sarf me'yori kamroq. 1 tonna, 1,5 tonna suv bilan ishlatsa bo'ladi. Boshqa gerbitsidlar, boshqa turdagi gerbitsidlar bilan qo'shib ishlatsa bo'ladi. Keyingisi mana Herbistar Gold. Bu demak 1 yillik 2 pallali begona o'tlarga bo'ladi. Ya'ni chumchuq ko'z, qushqo'nmas, yaltirbosh, jarjar, setariya, shura, lola qizg'aldoq shunaqa o'tlarga bo'ladi. Gektariga 20-30 grammdan 50 grammgacha tavsiya qilingan. Biz buni 50 gramm tavsiya qilyapmiz va 500 gramm bo'lganiga bu 10 gektar joyga bo'ladi. Bundan tashqari ham yana mahsulotlarimiz bor. Bu eng yaxshi sinovdan o'tgani uchun sizlarga shularni tavsiya qilamiz. Telefonlarimiz yozib qo'yamiz. Bemalol aloqa chiqishingiz mumkin. Manzilimiz Jomboy tumani, Samarqand viloyati Jomboy tumani. Jomboy tumani hokimligining ro'parasida Best Agro do'koni va keyin Jomboy tumanidan Bulung'urga ketadigan yo'l, ichki yo'lda, eski Jomboy yo'lida ham filialimiz, skladimiz bor. O'sha yerga kelib nima qilishlaringiz mumkin, xarid qilishlaringiz mumkin.